Hammaga salom. Bugungi videoda men WordPress saytida boshqa hostingdan Ahostga ko'chirishni ko'rsatib o'taman. Вообще Ahost emas, buni Ahostda uchun olsanglar boshqa hostingdan boshqa hostingga ruchno ko'chirish muammo bo'lmaydi. Chunki hammasida u yoq bu yoq bir xil anaqada algoritmda bir xil sistemada ishlaydi. Xo'p, bundan oldin yozib boruvdim, 20 minutdan keyin bilib qolmam. OBSda zapisni bosmasdan faqat telefon gapirayotgan ekanman. Chunki qisqartirib tushuntirib o'taman. Yana boshidan hammasini maydalab tushuntirishga to'g'risi anaqa yetmayapti. Sabr yetmaydi. Men уже hosting olib bo'ldim. Ahostga kirasizlar, ro'yxatdan o'tasizlar, ID bo'yicha hisobingizga pul tashlaysizlar. Domen 27 ming so'm. Hostinglar 18 mingdan boshlanadi. Men hozir 32 minglik hostingga oldim. Hosting TASX hosting olishni maslahat beraman. Ras sayt yaratyapsizlar, TASX nimaligini bilasizlar уже. Bilmasanglar tushuntirib o'taman. TASX bu O'zbekistonning o'zidagi внутренний serveri, внутренний связь degan bo'ladi. Xullas, agar sizlarni saytingiz TASXda bo'ladigan bo'lsa, unda любой провайдерdan, O'zbekistonning ichida любой провайдерdan sizlarning hostingingizga 100 megabit скоростda обращение bo'ladi. Tashqilarga 3, 5, 10 bo'lishi mumkin, но внутри сети O'zbekistonning ichida 100 megabit. Bu degani saytingiz juda ham tez ochiladi. TASX hostinglar Germaniyadagi turgan hostinglardan qimmatroq yuradi ozgina. Hosting olasizlar, zakazать qilasizlar. O'sha yerda o'zida misol uchun mana zakazать qilganingizda sразу hosting olayotganingizda domen olsanglar bo'ladi. Hali olmagan bo'lsanglar yoki уже domen olib bo'lgan bo'lsanglar, buni bosib domen olgan domeninglarni misol uchun nomini ko'rsatib ketasizlar. Sразу hostingingizga domenni bog'lab ketadi. Men misol uchun birinchi domen olib qo'yishni maslahat beraman. Iloji bo'lsa bir kun oldin olib qo'yasizlar, zakazать qilib, chunki domen olganingizda domen aktivatsiya bo'lishiga 24 soatgacha vaqt ketadi. Qayerdadir yozib ham qo'ygan bo'lish kerak buni. Olgandami? Xullas, mashitdan domen olinadi, tanlanadi. Например, yozasan bo'lsa. Test misol uchun. Poisk, agar domen bo'sh bo'lsa yashilda 27 ming so'm, добавить корзину, daley bo'ldi. Sizlarda o'sha spiskda my domenida o'sha olgan domeninglar turgan bo'ladi. Men hozir best.uz bo'sh domen yotibdi. Menda necha yildan beri shunga hozir yangi hostingga bog'layman. Ras agar ruchno olgan bo'lsanglar, unda zakazать hosting qilayotganingizda boya hozir ko'rsatib o'tdim. Birinchisi emasdi, ikkinchisini tanlab turib, o'sha olgan o'sha registratsiya qilib qo'ygan domeninglarni tanlab, daley qilasizlar. O'sha balansinglarni to'ldirib qo'ygan bo'lsanglar, o'sha summaga balansinglardan to'lib qo'yasizlar. Va 5-10 minutda o'sha hostinginglar ham aktivatsiya bo'ladi. Xullas, yangi domenga 24 soatgacha vaqt kerak. Yangi hostingga 5 minutda o'sha aktivatsiya bo'ladi. Xo'p, ikkalovi ham aktivatsiya bo'ldi, vaqt o'tdi, mail keldi. Misol uchun nima qilasizlar dальше? Mana men уже главныйda ko'rsanglar ham bo'ladi. Мои услугida уже shu olib qo'ygan hostinginglar turgan bo'ladi. Hosting olingan, chislolari qachongacha aktivatsiya, hozir ishlayaptimi yo'qmi statusi va upravleniyaga o'tiladi. Upravleniyaga o'tamiz. Nima ish qilamiz? Birinchi, misol uchun men mana shu saytda одностраничный oddiy bitta WordPressda yaratilgan saytda men o'zi ko'chirishim kerak emas, просто darslik qilib ko'chirishni ko'rsatib ketaman. Shuni misol uchun best.uz boshqa domenga, boshqa hostingga ko'chirishni ko'rsatib ketyapman sizlarga. Buni mana public.html agrostream.uz birinchi qiladigan ishim hammasini tanlab turib arxiv qilib olaman. Ikkita narsani ko'chiraman, bilasizlar. WordPressda o'zi sayt fayllari bo'ladi va baza данных bo'ladi. Shu ikkalovini arxiv qilib turib, o'sha yangi olgan hostingga ko'chirib, o'ta arxivni yoyib yuboraman. Agar sizlarni hostingingizda ishlab turgan saytda mana bunaqa .wellknow entepada turgan bo'lsa, o'zi entepada bo'ladi. Buni arxiv qilib o'tirmanglar. Bu SSL sertifikatni
arxivi. Har bir hosting o'zi SSL sertifikat berishi kerak. O'zi beradi. Bunikini biz olib o'tganimizdan foyda yo'q, unaqa ishlamaydi. Tak, compress nimagadir ошибка berdi. Boshqatdan. Kompressni bosaman, arxiv qilyapti. Tak, mana arxiv paydo bo'ldi. vpadmin.zip sizlarda ham shunaqa ot bilan paydo bo'ladi. Download qilaman. Ko'chirib olgandan keyin buni umuman o'chirib tashlayman. Hostingimda musor bo'lib yotmaslik uchun. Bo'ldi, ko'chirib oldi. 38 megabayt, 39 megabayt bo'ldi buni. Delete bo'ldi. Keyingisi endi anaqani baza данных olaman. Baza данныхni men bu yerda misol uchun o'zi avtomatik olsam ham bo'ladi. Но скорее всего sizlarda bunaqa dostуп bo'lmaydi. Demak, sizlar ham PHP MyAdmin dan olishni ko'rsatib ketaman hozir. Izlashga olish. Tak, shu tanqlarda baza данныхni tanlaysizlar, ishlab turgan saytinglarni. Expert tanlaysizlar. Shu tanqlarmidi? Yo'q. Check all qilib turib. To'g'rimi? Ancha bo'ladi buni ruchni o'tkazmaganimga. Check all qilib turib. Mana shu tozdan expert tanlab, baribir shu kodni. Tak, yana bitta narsa bo'lardi adashmasam. Yo'q, hech nima yo'q ekan. Check all, expert. Display all minimal options, custom. Tak, mana shuni o'zida ishlash kerak, xullas. Tanlab exportga o'tib, export qilasizlar. Birinchi saytni fayllarni tashlab olaman. Public HTML ga tashlanadi. Загрузить, выбрать vpadmin bu. Arxivlari tashaldi, уже yashil complete, уже olaman va shuni bosib turib izlech qilaman. Bo'ldi, izlech bo'ldi. Endi zip faylni o'chirib tashlayman. O'chirganda ahamiyat beringlar. Пропустить сохранение в корзину окончательно удалить. Xullas, korzinkaga tashlamasdan turib, sразу umuman udalить qilib tashlaydi davommi? Shunaqa udalить qilasizlar. Shunda korzinkada joy olib yotmaydi hostingingizlarda. Fayl tashaldi. Bu yerdan chiqib ketsam bo'ladi. Endi baza данных so'zdat qilaman va eksport qilgan baza данныхni import qilaman. Baza данных MySQL so'zdat qilish uchun mana shu baza MySQL ga o'tib birinchi qilinadigan ish baza данных so'zdat qilish bo'ladi. Baza данныхda men har doim oxiriga oy bilan yilni qo'shaman. Menga keyinchalik bu podskazka bo'lish uchun. Mart 2025-yil. Baza данных so'zdat bo'ldi. Bu pustoy paka, import qilinmagan. Mana baza данных. Endi имя пользователя ham имя пользователя, то есть пользователь создать qilaman endi. Также 0325 bir xil bo'lsa hech nima qilmaydi. Имя пользователя ham baza данных ham bir xil bo'lsa, umuman hech nima qilmaydi. Так, parol, generator parolni kopировать qilib olasizlar, галочка qo'yib, men сохранить qildim. Использовать этот пароль. Так, parolni yozib oling. И имя пользователя ham mana so'zdat bo'ldi. Birinchisi baza данных, ikkinchisi пользователь so'zdat qilindi. Endi uchinchi qilinadigan ish shu пользователь bilan mana пользователь bir xil qo'yganmiz, shuning uchun bir xil turibdi. O'zi boshqacha qo'yishadi bir xil. Baza данныхni bir-biriga bog'lab qo'yamiz, ko'rsatib yuboramiz mana. Bunga bog'lab olsam da. Hamma privilegiya ham beraman, внести изменения qilaman. Bo'ldi, so'zdat bo'ldi, уже orqaga qaytsam ham bo'ldi. И bizda mana ko'rsatib turibdi. Baza данных bu, имя пользователь bu. Ikkalovi bir-biri bilan bog'langan. То есть bu пользователь bu baza данныхga dostupi bor. Endi buni saqlanib qilib qo'yaman. Ikkalovi bir xil bo'lgani uchun copy paste qilib yubordim otini.
Bu yerdan boshqa hech nima kerak emas. Fayllarni tashladik, baza данных so'zlat qildik. Endi keyingi qilinadigan ish PHP MyAdmin'ga kirib turib, avtomatik mana paydo bo'ldi bu yerda. Nomini ko'ryapsizlar, plyusni bosyapman, ichini ochyapman-da, ichida pustoy. Endi import qilib olaman. Boya eksport qilgan baza данных tanlanadi, import qilinadi. Tak, fayl olib turib, necha megabayt? 18 megabayt. Eng yaxshisi mana shuni 18 megabaytni tinchgina arxiv qilib olganinglar, o'rtoqlar zip обязательно arxiv qilib olishni maslahat beraman. Normalniy razmer tashlab yuboradi shunda. 1 megabayt ham bo'lmadi. Arxivni ham tuppa-tuzuk tushunib oladi, ochib oladi o'zi. Arxivni ko'rsatamiz, hech nima aytmasdan turib importni bosamiz, kutamiz. Загрузка bo'lyapti hozir. Просто vizualni ko'rsatmayapti. Suv bo'lmadi. Bo'ldi, import bitta ham ashibga chiqqani yo'q. Boyiga mana hamma anaqalar baza данныхlar turibdi. Главныйsi mana optionsga kiraman. Agro stream. Endi bitta logikani tushunib olinglar. Baza man agro stream tushunyapsizlar, mana shu saytda agro stream o'zi ishlab turgan saytda men hozir best.uz ga ko'chiryapman buni, o'rtoqlar. Umuman boshqa domenga ko'chiryapman. To'g'rimi? Tushunyapsizlar. Baza данныхda bo'lsa, hozir bundan olgan baza данныхimiz hamma joyda o'zini birinchi domenni agrostream nomi turibdi. Hozir men bunga qo'ysam, buni hozir даже domenim ishlab ketgandan keyin, aktivatsiya bo'lgandan keyin ishlamaydi. Sababi buni ichida o'zini shu domenni otlari yozilgan bo'lishi kerak baza данныхda. Aynan baza данныхda. Uning uchun hozir mana buni baza данных import qildik, lekin otini endi o'zgartirib chiqish kerak. Tushuntira oladimmi? Yangi domenga o'zgartirib qo'yish kerak o'shani. Best.uz bo'lishi kerak buning ichida. Xo'p, buni sizlar ruchnoy qilmaysizlar. Buni avtomatik qilinadi. O'zi uchun komanda bor. O'shani ko'rsataman. Bu qachon qilinadi? Bu agar bitta saytni boshqasiga ko'chirayotgan bo'lsanglar va u boshqa domen ham o'zgarayotgan bo'lsagina, shundagina baza данныхda o'zgarish kerak. Agar men domenni ham ko'chirsam, domenni ham ko'chirgan bo'lganimda, to есть saytning nomi o'zgarmagan holda, demak, unda o'zgartirib o'tirmas edik. Chunki u agrostream qolaveradi. Tushuntira oldim degan umiddaman. Hozir bitta saytda просто ikkita domenni ishlatib qo'yaman-da, sizlarga просто test ko'rsataman. Keyin uni o'chirib tashlayveraman. Qulay servis, bu servisni qiladigan ishi bitta domendan ikkinchi domenga avtomatik o'zgartirib beradi. Komandani yaratib beradi, biz komandani tashlaymiz. Xullas, nimadan nimaga o'zgaryapti deyapti. Eskisini yozamiz birinchi, eski domenni, https bo'lsa https bilan yozamiz va endi yangi domenni yozamiz. Menda yangi domenimni, masalan, https bo'ladi va best.uz bo'ladi. Endi prefix yozgin deyapti. Prefix o'zi asli har doim по умолчанию sizlarda ham уже vp turgan bo'ladi 99% holatda. Endi menda mana prefixim boshqa turibdi. Nima? OIJNU sababi men защитani kuchaytirishim uchun prefixni ham o'zgartirib qo'yaman o'zi. Sizlarga buni maslahat bermayman. Nima? OIJNU. O'shaning uchun men mana shuni ko'rsataman. OIJNU. Shunday bo'ladimi? Shumi o'zi qani? Bo'ldi, shu ekan OIJNU. Eskisi, yangisi prefix. Generate. Xo'p, davom etaman. Xullas, mana shu servisda уже SQL zapros yaratib olganimdan keyin bu zaprosni yaratib olishimdan sabab hamma strokalarda almashish kerak bo'lgan strokalarda domen nomi bu bizga almashtirib berdi. Tayyorlab berdi. Buni kopyuter qilib turib,
выдачani, keyin o'sha best uzga misol uchun anaqa baza данныхga bosib, tak shu yerda qaysi bir edi, mana SQL edi, SQL zaпрос, mana shu SQL zaprosga shuni qo'yamiz. Shu ichida ham almashtirish kerak bo'lgan strokalarni shuni agrostreamni best uzga almashtirgan deb bizga nima deydi, prikaz emas, tipa hozir kelmayapti, xullas qo'ygandan keyin вперед qilaman, bo'ldi. Hammasi almashdi. Almashganini qatdan bilamiz. Optionsga kiramiz. Type-skill totimish qilib, mana boyga agrostreamdan best uzga almashdi. Tak, bu etap tugagandan keyin o'sha import qildik, nomini o'zgartirdik, replace qildik, bu yerdan chiqib ketamiz. Oxirgi etap qoladi. Yana file manager filesga kirib turib, wp-config faylini topib turib, kornevой anaqada bo'ladi. wp-config php ga kirib turib, ko'chirma uni edit qilib turib, hech nimaga tegmaymiz, edit qilamizda. Va bizga mana shu eski anaqalarni имя пользователя, baza данных nomi, parolli eski sozdат qilingan, u servernikini yangi sozdат qilingan, bu o'sha hostiga sozdат qilingan baza данных имя пользователяga o'zgartirib qo'yamiz. Shunaqa qilib biza sayt fayllarni baza данных bilan bog'laymiz. Mana fayl ahamiyat beringlar, xato qilmanglar. Mana misol uchun probellar qolib ketib qolmasin, yo'qmasam undan ham yomoni tireni anaqani o'chirib yubormanglar-da. Shunga shoshmasdan eng важный joyi data bazani имя baza данных oti, user имя пользователяning oti va uni passwordi. Shu uchala o'zgaradi. Localhost turaveradi уже. Сохранить изменения. Bo'ldi, сохранить bo'lgandan keyin sizlarda ham hozir скорее всего ishlamaydi. Menga o'xshab. Shuni qilganinglardan keyin bo'ldi, titkilavermaysizlar-da. 5-6 soatdan keyin bir kirib ko'rasizlar. Bo'lmasam 24 soatdan keyin bir kirib ko'rasizlar. Shunda domen aktivatsiya bo'lib olishi kerak. Hosting уже aktivatsiya bo'lgan va 24 soat ichida bizga bepul SSL sertifikat beradi. O'sha SSL sertifikat ham yozib olish kerak. Etaplarni sizlarga yana bir qaytarib o'taman. Birinchi hosting domen olinadi yangi. Keyin o'sha eski hostingdan ko'chiriladigan hostingdan sayt fayllari arxiv qilib olinadi, baza данныхi eksport qilib olinadi. Yangi hostingga sayt fayllari ko'chiriladi. Yangi hostingda o'sha baza данных sozdат qilinadi. O'sha eski baza данныхi kirib turib php-myadmindan import olinadi. Agar domen o'zgarayotgan bo'lsa, sayt ko'chirilgan domen o'zgarayotgan bo'lsa, demak mana shu servis orqali eski domen bilan yangi domenni replace qilib olinadi va baza данных уже import qilingan holatda uni replace qilib поменять qilib olamiz, o'zgartirib olamiz. Ichidagi yangi domenga tayyorlab olamiz va oxirgi etapda уже wp-config ga kirib turib yangi o'sha baza данныхi данныйлari kirgiziladi va sayt bilan baza данных bog'lanadi va 24 soat kutilib kiriladi. Hamma narsani to'g'ri qilgan bo'lsanglar, sayt уже сразу ishlab ketadi. Xo'p, men buni hozir pauzaga qo'yaman-da, keyin уже ertaga kirib ko'rib oxirini olaman va shu darslikni ham tugataman. Xo'p, o'rtoqlar, mana 1 sutka o'tdi. Endi saytimizni tekshirib ko'ramiz. Ishladimi, yo'qmi? biz.uz. Hammasini to'g'ri qilgan bo'lsam ochilishi kerak edi. Demak, nimadir muammo bor. Bu muammo chiqib kelgani yaxshi bo'ldi.
manda bittada ishlab sizlarda muammo bo'lgandan ko'ra o'sha muammo manda ham chiqib ketsa man по ходу sizlarga o'shani o'rgatib ketaman. Biz oson yo'ldan bormaymiz. Xo'p, ошибка bergan bo'lsa 24 soatdan keyin demak bunga asosan ikkita sabab bo'ladi. Birinchisi domen hali aktivatsiya bo'lmagan. Ikkinchisi agar mana shunaqa ошибка chiqayotgan bo'lsa-da, o'sha stranitsa недоступна deyotgan bo'lsa, ikkinchisi bu HTTPSdagi fayldagi muammo bo'ladi. Hozir ikkalovini bitta-bitta tekshirib chiqamiz. Birinchi o'zi domenimiz 24 soat ichida aktivatsiya bo'lganmi, yo'qmi, shuni bilishimiz kerak. Chunki bitta-bitta исключение qilib ketishimiz kerak, misol uchun xatoliklarni. Uning uchun domen qaratildimi yo'qmi, texpodдержкаdan so'rasangiz ham bo'ladi. Undan ko'ra undan javobini kutmasdan o'zingizlar ham shuni ruchno tekshirsanglar bo'ladi. Hostinglarni ichiga kirib, cPanel ichiga kirasizlar va hostinglarni IP adresini bilib olasizlar. Mana shared IP adres bu o'sha hostinglarni IP adresi bo'ladi. Bu o'sha sizlarning IP adresinglar bo'ladi. Hosting IP adresi xullas 83.168 ekan. Endi pusk qayerda o'zi Windows R bosib выполнить ochib ichida cmd deb yozasizlar, komandli stroka ochiladi. Shu yerda pingovat qilamiz o'sha domenimizni. pingbests.uz. Отлично. Ping boryapti, domen mana shu IP adresli hostingga yuboryapti, shunga qaratilgan. 83.168 solishtiramiz. Agar IP adresimiz bir xil bo'lsa, qaratilgan bo'lsa, unda уже bizani mana shu domenimizda hostingga qaratilgan. Muammo bunda emas. Agar qaratilmagan bo'lsa, unda, например, mana yo'q hostingga, yo'q domen tekshiringlar, mana shunaqa ошибка beradi. Agar sizlar boshqa registratordan, boshqa hostingdan domenni botib bunga qaratayotgan bo'lsanglar, ras hosting almashtirganlar, NSC ham almashtirgan bo'lasizlar, shu ping bo'lganda IP adresni solishtiringlar. Eski hostingga qarab turgan bo'lish kerak emas. Mana shu yangi ko'chirayotgan hostinglar bilan IP adresi bir xil bo'lish kerak. Xullas, IP adresi bir xil bo'lgandan keyin buni исключить qildik. Muammo domenda emas, domen aktivatsiya bo'lgan. Endi ikkinchi muammoga o'tamiz. Manager faylga kirib, sayt fayllar turgan shu Carnival popkaga kiramiz, public HTML ga va bizga kerak bo'ladi htaccess. Mana bu yerda htaccess fayl yo'q. Nega? Htaccess bu dot faylga kiradi, boshida tochkasi bor. U skrytый fayl. Juda ham ko'p hostinglar по умолчанию avtomatik unaqa fayllarni bekitib qo'yadi. Biza uni mana shunaqa oldin ko'rsatadigan qilishimiz kerak. Настройкада menejerda show hidden files galочка qo'yib сохранить qilaman va mana menda dot fayllar уже ko'rinadigan bo'ldi. Boshida tochka turadigan. Mana shu fayl sizlarda ham aniq bo'ladi. Shu faylni redaksiyat qilib o'z holiga qaytaramiz. Bu htaccess, bu правилалар доступ shu saytga bo'ladigan kirayotgan saytga bo'lgan dostupi pravilalari yoziladigan fayl. Hamma firewall antiviruslar ham o'zini pravilalarini shu yoqqa yozadi. Redirectlar ham mana shu yerda o'zi asosan yoziladi. 301 redirectlar ham. Xullas, bu yerda pravilalar bo'ladi. Buni biza prям удалить qilib tashlasanglar ham bo'ladi. Avtomatik o'zi keyin sozdат qilib oladi WordPress. No, men uni maslahat bermayman, oldin o'z holiga qaytarib ko'rishni maslahat beraman. Redaksiyat qilamiz, hech nima aytmasdan edit qilib, ichidagi raqam ochib olamiz. Mana ko'rib turganingizda All in One VP Security degan plugin ham o'zgartirish kiritgan, mana necha qator kod. Cache pluginlar ham o'zini pravilalarini kiritib tashlagan. Mana WordPress degan yana bitta firewall ham kiritib tashlagan. Biza buni yangi WordPress sozdат qilinganda prям top-toza htaccess holiga keltirishimiz kerak.
Mana bu yangi WordPress tasdiq qilinganda faqat mana shu qatorlar o'zi bo'ladi. O'zinglar ham tekshirib ko'rsanglar bo'ladi. Mana begin WordPress, end WordPress bo'ldi. Bizga faqat shu kerak. Qolgani kerak emas. Olib turib udalить qilasizlar. Udalить qilasizlar. Bo'ldi. Mana shu begin, end mana shu ichida kerak. Pravilalar. Yana bitta maslahatim, redaktировать qilishdan oldin o'zingizga kompyuteringizga на всякий случай bitta tashlab qo'yaveringlar. Xo'p, u o'zini hamma kerak emas pravilalarni olib tashladik, yengidek qildik va сохранить изменения qilib chiqib ketamiz. Endi mana update qilib tekshirib ko'ramiz. Отлично, mana o'rtoqlar, sayt ishlab ketdi. Tekshiramiz. Ko'rib turganinglardek, saytda hech qanaqa xatolik yo'q. Hamma narsa to'g'ri ko'chirilgan. Hop, misol uchun bitta rasm ochib ko'ramiz. Mana best.uz eski saytdan olmayapti. Agrostreamdan olmayapti-da, best o'zidan olyapti. То есть hamma narsa to'g'ri ko'chirilgan. SSL sertifikatlarimiz ham ishlayapti. Xullas, hech qanaqa muammo yo'q. Mana o'zbek tiliga o'tqizsam, o'zbek tilisi ham to'pa-to'g'ri ishlayapti. Xo'p, demak tushundinglar, ошибка bersa shu ikkita narsani, asosiy shu ikkita narsani qaraysizlar. Xullas, mana shunaqa qilib sayt ruchnoy ko'chiriladi. Tak, yana nima aytsam, yana bitta xatolikni ko'rsatib o'taman sizlarga. Agar WordPress database error, sizlar mana shunaqa xatolik ko'rayotgan bo'lsanglar o'zingizlarda, demak sizlar wp-configda noto'g'ri baza данных nomida yoki username nomida yoki parolda noto'g'ri kiritib qo'ygan bo'lsanglar, mana shu qo'shtirnoq yoki xullas noto'g'ri bo'ladigan bo'lsa, mana shu baza данных bilan ulana olmaydi, o'shanda mana shunaqa ошибка beradi. Shunaqa ошибка ko'rayotgan bo'lsanglar, demak muammo o'sha wp-config ichida bo'ladi. Xo'p, Telegram guruhimizga qo'shilinglar. Bizda o'ta marketologlar, razработчиклар o'tiradi. WordPressga oid savollar, umuman IT ga oid, razработка saytga oid любой savolni bersanglar, qo'limizdan kelgancha yordam beramiz. Like, подписка, поделиться qancha ko'p sizlar ham anaqa berib tursanglar, motivatsiya bersanglar, men ham shuncha tez videolar chiqaraman. Keyin darslarga ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.